3-noyabr 2025-yil soat 21:25 da Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining 86-qismi namoyish etiladi. Bu asar oddiy hikoya emas, u hayotning eng kir burchaklarida ham poklikni saqlab qolishga urinayotgan insonning dardli qissasidir. Serial shiori "Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor" degan jumla bejiz emas. Har bir chang zarrachasi ortida og'riq, jasorat va ichki kurash yashiringan. Har yangi qismda Tozalovchi yanada kuchliroq bo'lib boradi. Syujetning chuqurligi, aktyorlarning tabiiy o'yini va musiqaning ohangi tomoshabinni o'ziga rom etadi. Qahramonimiz endi faqat jim ijrochi emas, balki nur taratuvchi, yuraklarga ta'sir qiluvchi inson sifatida ko'rinadi. Operatorlik mahorati va rejissyorlik uslubi serialni o'ziga xos san'at darajasiga olib chiqqan. Tozalovchi bu jamiyat ko'zgusi, inson ruhining nozik torlarini his qiladigan va har bir tomoshabinga o'zini anglash imkonini beradigan asar.